Xo'sh hayati, aynan chetlari, eshikning chetlari akkuratni olib chiqqan. Endi bu modda endi bir 10-12 yil tortib beradi fasadini o'zi. Penoplast yana дополнительныйdan qo'ygan. Ozgina o'tirsam, yuvganda darrov ketadigan bo'ladi. Yo'q, hozircha faqat eldi, xudo xolasa yonboshdan tezda temizlab turibdilar. Stavka butun Xorazm viloyat. Xorazmda qishni sovuq ham, dum zo'r sovuq bo'ladi, yozni issisa aytmasan ham bo'ladi. Asfaltning ustida tuxum pishirsangiz ham bo'ladi. Shu issida yo bo'lmasa qishning sovuqida uyni nishatib issidan, sovuqdan saqlash kerakligini bilarmadingizlar. Bugungi videomizda sizlarga 2022-yildan boshlab to hozirgi kungacha, ya'ni 2025-yilgacha trendda turgan termopanel haqida bugungi videomizda gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Biza bugun yana xudo xolasa Fayz Dekor firmasi, ya'ni kompaniyasining asoschisi Dilshod akamiz yana keldik. Agamiz bilan birgalikda bugun video qilamiz. Assalomu alaykum. Jalomsiz? Bormi? Ishlar yaxshimi? Yapishtirib yotibmisizlar? Ha, xudo xolasa sezon boshlandiğinde issida termopanellar talab ortadi. Chunki bu issida hammaning uyi qizib ketadi. Bundan himoyalash kerak. Menga eng zo'r yechim hozir termopanel. Chunki ham issidan, sovuqdan himoyalaydi, ham video zo'r chiqadi ko'rinishi, ham uzoq yillar davomida xizmat etib beradi. Kemenda bu modda endi bir 10-12 yil tortib beradi fasadini o'zi. Undan ham ko'p tortib beradi. Shuning uchun xalqimizdan ma'qul ko'rib, hozir ko'p joylarda qilib turibmiz. Shunga bir qator ishlarni danishtirib beradi, sizni chaqirdi. Bu yerning adresi? Benim adresi Urganch, Ahmedboboyev deyiladi. Ko'nak Qo'shko'pir yo'li, yo'l ustida joylashgan ekan. Yo'l ustida. Hozir shuni qaytganlar ko'rsa bo'ladi. Dik quyosh qarab turibdi ekandan beri. Dik quyosh qarab turibdi, uyni qizishidan muammo bo'lgan uy egasine bizani ko'rib murojaat etdilar. Materiallarni aytkelib, ustalarimiz o'zlarimizdan ishlab, xudo xolasa 3-4 kun bo'ldi boshlanganlar, bitiryapmiz. Bugun xudo xolasa bitadi ishimiz. Usta Horman. Assalomu alaykum. Necha kvadrat yer общий? 110 kvadrat. Shunda uyning oldi tarafi, yonbosh tarafi ham bormi? Yo'q, hozircha faqat eldi, xudo xolasa yonboshdan tezda temizlab turibdilar. Sal mavlarda ne var ekan? 3-4 kun ularni qilib beramiz, xudo xolasa. O'zi bellar ham yana termopanel. Buni ustunlik taraflaridan birisi, asosiysi uyni issidan, sovuqdan saqlaydi. Ana ikkinchi tarafi bu fasad. Fasadni misol uchun 2 yildan, 3 yildan bir remont etib yurmaysizlar. Ha, remont etib yurmaysiz. Ham endi yo'l ustida joylashgan joylar bo'lsa, chang tortib qoladi. Bilasiz, ko'p böyle emulsiyalar, yo bo'lmasa travertin qilinsa, ko'p chang tortib qoladi. Bu gladkilik sababidan chang o'zi tortmaydi. Mavada chang ozgina o'tirsam, yuvganda darrov ketadigan bo'ladi. Bemalol shinmaydi. Shinmaydi, bemalol yuvib ishlataveradilar. Ya'ni zatilkalar ham qilingan, germetik mahkam bo'lgan bir. Xudo xolasa issidan ham sovuqdan ham o'tirmaydi. Ham bu joyimizda plastiklar bor edi. Qadimiy stilda solingan joy, plastiklar. Plastiklarni yo'qotish uchun undan eldin 5 sm o'yqadidan. 5 sm penoplast bilan tekizlab devorni, ustidan setka qoqib, ustidan termopanellarni mahkamlab berganmiz. Ha, ya'ni 6 burchak bo'lar edi. Ha, shunday 6 burchak, ha? Joyning yonboshida ko'rishingiz mumkin, daryo plastik tashab 6 burchak etilgan. Shu o'yinni to'ldirish ko'pchilik muammo, masalan, shunday uy o'ysa, men uyimga to'g'ri kelmaydi, bu tekis devor uriladi deb o'ylaydi, lekin uni ham yechimi bor. Xolos suvoq aytiladi. Beram boshqa uyga suvoq aytaman degan, lekin penoplast yana дополнительныйdan qo'ygan. Bu hozir misol uchun 2 qatorda ishlab o'tdi. Kamida bir 5 yo bir 7 sm chiqadi u. Uncha suvoq aytib o'tirdim. Uni to'ldiraman deyincha bir qamoq to'proq bilan suvash kerak uni. Undan ko'ra penoplastni qoqib, ustidan mix qoqib, ustidan devor setka qoqib qo'yib berganmiz. Chotki bo'lib chiqqan. Ha, mahkam bo'lib turaveradi. Xudo xolasa mahkam bo'lib turaveradi. Qo'zg'almaydi. Yo'q, yana chotki mahkamlagan ustalarimiz. Videoni ko'rib baho berishingiz mumkin. Bunda yana eshik chetlarini ham, noshiklarni qo'yib, o'zidan qo'shadigan ranglarni urib, bu o'zingiz mahsulot. Penoplast dekor mahsulotlari ham o'zlarimizdan bitadi, xudo xolasa. Hamma narsasini qilib. Xo'sh hayati, aynan chetlari, eshikning chetlari akkuratni olib chiqqan. Kelishanadik. Berar lekin sokola kafe uribdilar. Ha, sokola kafe urganlar bu yerga muram ursam bo'ladi, bo'lmasa o'zlarimizda 3D variantlari bor sokolniki, undan qilsam bo'laveradi. Endi bu asosan ichxonadan qoptidan, agar bu deshon tarafdan salazona chiqib turganida bu boshqacha ko'rinadi. Ha, unda zo'r bo'ladi. Endi bu avvaldan aytilgan, sal ichariroq chiqmadi, shuning hisobidan sal ichariroq, lekin ozgina chiqarib, o'sha termopaneldan eldin sovuqlataman deb turgan mijozlarimizga shu devordan kamida 10 sm chiqarib qo'yishlarini maslahat beramiz. Ko'pchilik shu 5 sm bo'ladi buni deb o'ylab 5 sm chiqaradi, lekin bu 5 sm bo'lgandan keyin yana tekis bo'lib qoladi. Devorni qiyshiqini o'g'irlaydilar, bari ustalar. Ana shu bor. Shuning uchun 10 sm yo 12 sm chiqarsalar, bu 5 sm bo'lgandan yana 5-6 sm zazor qoladi. Shu chiqib tursa chiroyli ko'rinadi. Shu tavsiyamiz mijozlarimizga. Muramuni ishlatgan vaqtida salazona chiqarib qo'ysalar, baribir devorni qiyshiq tegishini 4 tomonni baribir bir xil chiqarish kerak. Qiyshiq qilib yotsam baribir avashchi ko'rinadi bu narsa. Shuncha pul olgandan keyin buni baribir tekizlatib, chiroyli chiqarish kerak. Ham ko'p yillar turgandan keyin shu bitganda
1-2 so'm rasxodundan qochmay, chiroyli bitirsalar zo'r bo'ladi. Toza tenor panelini bilmagan mijozlarimizga bir qator ko'rsatib o'tsak, tenor panelni tushuntirib o'tsak. Shuni biroz ko'rsatadim. Unda bir qisokon topdik. Ustalarimizdan qisok bo'lam desak, qisok ham chiqmadi deydilar. Hammasini ishlatiblar. Zo'rdan qidirib topdik bir media qisokini. Tenor panelimiz ishini narsa bo'ladi. Soyada ko'rsatali. Bu yuzi necha santimetr bunun doshi? 1 cm travertin dosh naturalniy. Bu yerda yana 3 cm penoplast. Keyin bir-birisidan ajralib ketadigan savollar ko'p bo'lib turibdi yana. Umuman ajralmaydi. Keyin yana bunda qo'shimcha ichine girib ketgan quyuq. Ko'rsatadigan. Unda travertin dosh naturalniy dosh. Men kesib ishlagan, tep-tekis bolgarkada kesib bemalol ishlayveradi. Keyin buni podveskalarim bor. Unda birdan butun bor ekan, unda podveskalarni ham ko'rsatadi. Devolar mahkamlaydi. Butuni 30-60 razmer, buni 25-50 razmer ham bor. Keyin 3D varianti, g'ishchal variantlarimiz ham bor. Tez bo'ladi. Buni arkasi. Kilay mahkamga yopish uchun bizning ariqchalar o'yilgan. Keyin bunda podvesklar bor. Bunga devorga qarab mix, samarez yo beton devor olsa, beton mix xullas. Dubl mix. Dubl mix ham urib, hozir uni ham atodonlar chiqib ketgan zamonaviy pakkillar atodon, ashuni otib ketsalar ham bo'laveradi. Yani bu ishning holatda turadi-da, misol uchun devorda turadi, arkasına kafelniklar tortilib, setka tortilib, ana keyin buna birine kakadan bo'lsa-da, bu tapalnetini mahkam qaradidan bu narsa. Yani uyni suvog'i nichik bo'lishidan qat'iy nazar ishlaydi bu narsa. Suvog'i nichik endi ko'riladi, suvog bir qator, masalan tushadigan bo'lsa boshqa tushirib tashaladi, dan setka tortiladi. Ko'plarda somon suvog'da. Somon suvog' bo'lsa, ustidan to'g'ri devor setka tortib, kafelkaga tortib yopishtirsam bo'ladi. Ya kerushdan solingan toza joylar olsang, pishgan kerushdan to'g'ri ustidan kilay bilan yopishtirib ketsam bo'ladi. Suvog' shart emasmi? Yo'q, suvog' shart emas. Bir qator setka uradilar, kafel setka. Pishgan kerushlar setka ham shart emas. Pishgan kerush zo'r yopishadi kilay bilan. Boshda kilay bilan ko'zlar bir qator diqqiladidan, ustidan kafelka bilan yopishtirib ketaveradi. Lekin loy joylar, somon loy bo'lsa, devor setka tortgan ma'qul. Ham kerush bo'lsa, setka tortgan, setka dumam qimmat emas. Masalan, 1 kvadratga 2000 so'm setka ketadi. Shundan qochmay tortib berish kerak. Mahkam qoladi. Mahkam bo'lib qoladi. Shunda hozir beri shu variantdan qilib bergansiz. Beri 30-60lik variant qilib berganmiz. 30-60lik penoplasti 3 cm. 3 cm. Shu eng qadoyi shu bo'lib turibdi. Getib turgan istokdan narsani yaxshi. Buni bahosi necha so'm bo'lib turibdi hozirgi kunda? Buni bahosi hozirgi kunda 120 so'mdan qilib berib turibmiz. Donasimi, kvadratimi? 1 kvadrat. 1 kvadrat. Necha dona kiradi buni? 6 dona kiradi. 6 dona kiradi. Shuning 6si 120 ming so'mdan. Shuning ichida apart berasizmi? Shuning ichida dastavkalarimiz ham bor. Butun Xorazm 4 kg 50 kg shularga. Bu o'rnatish nechik bo'ladi buni? Stok satinni olamı yo ichida? Stok satinni devorga qarab, ham joy 1 etaj, 2 etaj joyga qarab, stolarimizni olib boramiz, joyini ko'rib, devorni holat narsani qiyish, do'g'irlash mehnati bor, narsa bor. Shunga qarab har xil, masalan 60 ming so'mdan 70-80 100 ming so'mdan endi devorga qarab bo'lib turibdi. Holatini qarab. Tekis devor bo'lsa arzonroq bo'ladi, qiyish bo'lsa sal qimmatroq. 2 etaj joylar ham leysa quriladi, boshqa talar sargina qimmatroq. Stok satinni faqat mahsulotning bahosi 120 ming so'mdan. Shu 120 ming so'mdan. Xorazm bo'ylab dastavkangiz bor. Olib berasiz. Bunun içine bo'lgani 3 termopanel yerim yo boshqa qo'shimchalar ham qo'shasizmi uning ichine? Buni ichine zatilkasi ham shu bahoni ichida, yana mana shoplar urilgan. Zatilkalar, shu bahoni ichida bo'ladi, dastavkasi shuning ichida bo'lib turibdi. Keyin bu penoplastlaringizdan olaman desalar, bular necha so'm shu aynaniki misol uchun? Bu aynaniki bir oyna o'rtacha 180-200 ming so'mdan boshlanadi. Van 250-300 har xil dizaynlar bor, tanlab ko'rib, o'zlari tavsiya etaveradi. Mana shuni 200 ming so'mdan qilib berganmiz. 200 ming so'm bir aylanib kelishi. Bir oyna kompleki. Keyin usti yonbosh ham 4 tomon. Bu polni chiqarib turamiz eng defa. Polni defadan chiqarganlar yuqorida bir dana 3 shox bo'lganida ikkisi ko'milgan tenoplanel, yan penoplasini bir shox qolgan. Joyning yonboshida banlarına, kubiklardan qo'yib berganmiz. Keyin o'yiq devorlarni ko'rsak bo'ladi bana kelsalar. Bu joyimiz yana bana quyoshga qaragan joy. Bunda uyni egasam bor ekan, fikrlarni eshitdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Farmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omon sog'mi? Rahmat, Xudoga shukr. Ichki ustalar bitiryaptimi? Xudo xolasa. Ko'nglingiz yo'qmi ishlarini? Necha kun bo'ldi tushganlarini? Teylarni tortib, devorni o'g'irlab, hattada mana shu bir joyni Xudo xolasa bitiryapmiz. Necha quyoshdan ta'siri bilindimi yo o'zi? Quyosh sezildimi ozgina bo'lsa? Yani quyoshda passion ichib turgan kunim bo'yicha chadaq ber, aylanib yozda kunim bo'yicha devor qizib ketadi. Shu hisobini uy qizadi. Hozir rasmiy bilingan.
Dünyasının fikirlerini eshitdingizlar. Bu endi chetlarına yana ertangi misol uchun davom ettiraman desalar, yana davom ettirib ketaveradilar. Ha, ben ham quloq olsa qo'yamiz deb turibdilar hozir. Shuna bir qator taqlattiribmiz. Keyin telefon bersa, kelib darrov bir anda 2 kunlik ish bor deb tekiz bo'lgandan keyin sразу quloq olsa bitirib beramiz. Yana bu uyni elde yaqindan ko'rsatib berasiz. Uyni elde tap ishning holatda bo'lganda, o'yib ichini bo'lgan. penoplast bilan to'ldirib chiqqanlar. Ustidan sipka qoqib, ustidan to'g'ri termofonini yopishtirganmiz. Telefon. Loyiha qilsada evvel ustalar shunday aytib 6 burchak, 4 burchak, chizib ketaradilar, o'yib. Bu shu narsani to'ldirib, chiroylatib taxladilar. Akfoynalar ham qo'yib berdilar, xudo xolasa. Ha, shu vaqtda akfoynalar aytgan, xudo xolasa biroz oqa ketadi deydi remontlari. Remont haqqında endi o'ylamaydilar, to'yataveradilar, xudo xolasa. Sang bo'lsa, shalanka bilan sevib berib. Ha. Shunda nelarcha olib borib beramiz buni? Astafka butun Xorazm viloyat 50 kala 4 yil Beruni. Hammera. Ha, hammera. Boshqa Navoiy, Samarqand, Jizzax, Vonlar ham chiqartiribmiz. Nima? U dastavka puli lekin unda oddiy bo'ladi. Nima? Kelishilar narxda kvadratni 5000 so'm, 10000 so'mdan nega qarab, aviona qarab. Bir kvadratni shunday dastavka puli chiqadi. Boshqa yerlardan bo'lsa ham bemalol zakaz qilsalar bo'ladi. Navoiy, Samarqand, Shonlara, Buxoro ko'p kesib turibdi hozir. O'zbekiston bo'ylab ham kelishiga holda qilib berasiz, dastavkani xullas. Shonlara bor. Polning mashinlarimiz bor, zakaz etsalar, hozir chiqarib beramiz. Agar ekrandagi telefon nomerga telefon qilsangizlar, aqamiz Urganchda ofislari bor, Uralgani ham boshida Mehribon yanında. Bera bosangizlar. Polistrol beton bor, polistrol beton. Uchakni ustini bostirish uchun. Ha, keyin termopanellarimiz, termopanel, izolyatsiya, keyin dekor mahsulotlar. Dekor mahsulotlar. Hamma narsa bor. Ha, uyni shu utuplayni aytamiz desalar, bemalol ujat qilsalar, hamma narsa topiladi. Hamma narsa topiladi. Ha, uyni remont etish uchun fasad qismlarini esa telefon etsalar, ustalarimiz ham bor, materiallarimiz ham hamma narsasi ichinde ishlab beramiz. Usta qidirib, boshqa material qidirib, avara bo'lib o'tirmaysizlar. Ishog'imiz ham bor edi, ekani zakaz etdi, kelib bitirib beryapmiz xudo xolasa. Tez fursatda bitirsak bo'ladi. Polistrol beton nima uchun kerak desangizlar, bilasizlar, yekanni bostirib, joyini ustini, u to'proqni yozib, uncha kamoz to'proqni tortadilar, ana undan keyin ustini yana shu kamozchanlar yana lojat turib sug'atadilar. Lekin uni ustidan joy og'irlashib ketadi. Biroz ular ustidan yana polistrolon bos qildirib turibdi. Shu sahifamiz bor, Instagram, YouTube, hammasi Facebook deb yozib girsangizlar bo'ladi. Shu loy bilan bostirilganlar ustidan ham qaytadan yana polistrolon bostirib turibmiz, chunki issi yomon bo'lib turibdi. Shipirlar, lis shipiri o'tib ketgan, qizib ketadi, u yer baribir issi o'tadi. Shuning uchun polistrolon bazdan foydalansangizlar, xudo xolasa issi sovuqni o'tirmaydi. Asosiysi arzon ham tushadi, tez ham bitadi. Yengil ham bo'ladi, tez ham tushadi. Uni ham ustalari, material hamma narsasi o'zlarimizda bitadi, xudo xolasa. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda o'zlarining telefon nomerlarini qoldiramiz, Instagram kanallarini qoldiramiz. Bemalol o'tib, obuna bo'lib, telefon qilib, uylaringizga chaqirib, yo'lmasa o'zlaringiz borib, zakaz qilsangiz bo'ladi. Bugungi videomiz shu haqdadir. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaning ishlarini omad tilaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Fayz Dekor, sizlar uchun xizmatda.